Payg'ambarimiz Rasuli akram sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan hadisda, Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda keltiriladiki, kimning zimmasida birodarining obro'si yoki biror narsasiga taalluqli zulmi, haqqi bo'lsa, dinor va dirham o'tmaydigan kun qiyomat kelishidan oldin bugun shu dunyoda undan rozilik olib halollab olsin dedilar. Qarang. Aks holda agar uning solih amali bo'lsa, qilgan zulmi miqdoricha savoblardan olinadi. Agar savoblari bo'lmasa, haq egasidan gunohlardan olinib uning zimmasiga yuklanadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu muborak sahih hadislarida ummatni, bashariyatni, mu'min musulmonlarni ogoh qilyaptilar. Dinor va dirham o'tmaydigan kunda, ya'ni qiyomat kunida, bu dunyoda pulingiz bo'lsa birovni rozi qilishingiz mumkin. Bugun birovni haqqini yedingiz, ertaga o'shani 10 baravar qilib olib borib berasiz. Ko'nglini ko'tarasiz, roziligini olasiz. Qiyomatda-chi deyilsa, qiyomat kunida dinor, dirham o'tmaydigan kunda haqlar olib beriladi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Qanaqa haq? Dunyo hayotida bir-birini yegan insonlar haqqini, birovga zulm qilgan, qiyomatda o'sha mazlum tomonga Alloh taolo zolim kishini savobidan olib beriladi. Dunyoda zulm qilganligi uchun hisob kitob qilinadi. Hisob kitob nima bilan? Dinor va dirham bilan emas, pul bilan emas. Pul bilan bu dunyoni o'zida bo'ladi. Qiyomatda sizni, bizni qilgan amalimizni savobi, zaxirasi, ajri bilan bir-birimiz bilan hisob kitob qilinadi. Zarracha savobga qiyomatda hammamiz muhtoj, intizor bo'lamiz. Qani endi ozgina savob bo'lardi, tarozimni pallasini bosardi deb o'tirgan paytda Alloh panoh bersin, savoblarimizdan birovga olib beriladi. Agar birovni haqqini yegan bo'lsak, birovni haqqi bizga o'tgan bo'lsa. O'sha uchun Rasululloh rahmatan lil alamin aytayaptilarki, shu dunyoni o'zida bir-biringizni rozi qiling. Bir-biringizni shu dunyoni o'zida borib rozi qiling. Haqqingiz menga o'tganda rozi bo'lasiz deb qo'ying. Rozi bo'lmasa agar u so'ragan narsani olib bering. Qiyomatdagi hisob kitob keyin boshqacha bo'ladi. Qiyomatdagi hisob kitob endi Allohning odil sifati bilan bo'ladi. Unda sizni savobingiz, o'zingiz savobga muhtojsiz. O'zimiz savobga muhtojmiz. Savobimizdan keyin olib beriladi. O'sha uchun shu dunyoni o'zida hal qilib qo'ying degan xulosa yotibdi bu muborak hadisning orqasida.